hozir tavakkal qila olmayman. Bitta guruch donasi tarozi pallasini bosolganidek birgina askar ham g'alabani ta'minlashi mumkin. Bo'ronda ochilgan gul hamma gullardan eng a'losi va xushbo'yi bo'ladi. Shamol qanchalik chiranmasin, tog' hech qachon tiz cho'kmaydi. Sen haqingda ko'p narsa eshitdim, Xuan Mulan. Otangni qurol aslahalarini o'g'irlab ketganing bizga ma'lum. Qolaversa, kapitaningni aldagansan. Bu bilan Xitoy qo'shinini sha'niga dog' tushirding. Bu ham yetmagandek saroyimga o't qo'yding. Va nihoyat qahramonimiz bo'lding. Buni qarang. Bog'imizdagi daraxtlar qiyg'os gullabdi. Ana uni qara. Hali ochilmabdi. Lekin mana meni aytdi dersan. Bu gul hali hammasidan chiroyliroq bo'lib ochiladi. Xudoga shukr, tirik ekansan Mulan. Senday qizim borligi bilan faxrlanaman. Seni juda sog'indim. O'zlaringcha gullarning qo'shinini topdik deb o'yladilaringmi? Meni ya, xomtama bo'lma. Meni yengadigan hali dunyoga kelgani yo'q. Imperatorning chuchvarani xom sanabdi. Yo'qol. Bora payt imperator taslim bo'lsin. Kunlaring bitdi. Bu xabarni yetkazish uchun nechta odam kerak? Hurmatli fuqarolar, men imperatorga buyrug'ini olib keldim. Gullar Xitoyga bostirib kirishdi. Farmonga binoan har bir oiladan bir kishi imperator qo'shinida xizmat qilish kerak. Xiaolar oilasining erkagi, Yilar oilasining erkagi. Nima dedingiz? Axir maslahatchilaringiz qatoriga bu qizni qo'shga joyi yo'q. Muzaffer, muncha og'ir bo'lmasa. Xo'sh, endi nima qildim? Ana xolos. Adoy tamom bo'ldim. Sog' qo'yishmaydi. Endi nima deyman? Mulanni qutqarish kerak. Axir men hozirgina tosh ashlahoni nobud qildim. Buning uchun ular meni ikki dunyoda ham kechirishmaydi. To'xtachi, agar Mulanni qutqarsam, menga tan berishadi. Hali ular kimligimni ko'rib qo'yishadi. Bu zo'r reja. Rahmat. Ishonchingizni oqlayman. Haligi men kapitan Li Xiang. Xitoyni sara askarlarining kapitani. Yo'q, dunyoning eng buyuk armiyasining kapitani. Bugun yangi do'stingiz Hua Ping sharofati bilan yerda bir dona ham guruch qoldirmasdan tozalaysizlar. Mashg'ulot esa ertadan boshlanadi. Bo'pti. Unda bunisiga nima deysiz? Oha. Xo'sh, qayerga imzo chekishim kerak? Ya, sizda ham qilich bormi? Menda ham bor. Qilichvozlikda menga teng keladigani yo'q. Xushmuomala, kelishgan, kamtar, chiroyli. Xo'sh. Yana nima edi? O'ta chaqqon. Musul, tur o'rningda. Sen ham ajdahomsan. Bor haqiqiy ajdahoni uyg'ot. Demoqchimizki, Mulanga yordam berish uchun haqiqiy ajdaho boradi. Sen muttaham ilgari ham juda boplagansan. Juda soz. Bor, qolganlarni uyg'ot unda. Mana bular oilamiz himoyachilari. Ularni vazifasini bilasanmi? Oilamiz obro'sini himoya qilish. Sen o'z vazifangni bilasanmi? Hech bunaqa odati yo'q edi. Ey Xudo, nega kech qolyapti ekan? Nima bo'ldi? Shu paytgacha qayoqda eding? Kutaverib ko'zimiz to'rt bo'ldi-ku. Uni qaytaring. O'ldirib qo'yishlari mumkin. Omad so'rab ruhlarga iltijo qilish kerak edi. Hech qisi yo'q. Menda omad keltiradigan chigirtka bor. Ishonmasang, mana qarab tur. Mana endi boraversang ham bo'laveradi. Uni nafsoniyatiga tegdi. Menimcha hammasi joyida. U
uyga qilich ko'tarib kelgandan ko'ra kuyov topib kelsa yaxshi bo'larmidi? Marhamat. Qani endi men ham yosh bo'lib qolsam. Endi o'zingdan ko'r tug'ilganingga pushaymon bo'lasan. Yordam berdimi? Mana omading bor ekan qo'rqoq. Bo'lmasa, aytgancha qarzi buzib qo'yay. Men esa yovman. Menga hech kim bas kela olmaydi. Sizlar qizlarga o'xshaysizlar. Qo'llaringdan hech narsa kelmaydi. Yo, esingni yig', xafa bo'lma. Nabu Amitofu. Qaytar. Uxlab qolgan shekilli. Qorning ham ochgandir. Xuding to'xta. To'g'ri, biz senga ancha qo'pollik qildik. Buning uchun uzr. Men Lingman. Mening ismim Ling. Ling ikkalamiz dodingni berib qo'ymaylik taxin, ha? Qo'ysangchi bo'lmag'ur gapni. Nimadir chaqdi? Yashasin Xuding! U eng qo'rqmas askar! Judayam ozg'in ekan. O'g'il tug'ib bera olmaydi. Qani, kelinlik vazifalarini aytib berchi. Yigitni ota-onasiga yoqishing uchun o'zingni erkin tutishing, muloyim jilmayishing kerak. Kamroq gapirishing kerak. Bu nima qilganing? Yaramas qiz. Esing joyidami o'zi? Bunaqada oilang obro'yini ko'tara olmaysan.